Do'stlar, narxlarni ko'rib ayrim obunachilarimiz va do'kondagi bor narsani sotib ketyapsizmi deyapti. Yo'q, inshaalloh biz ketamiz. Biz faqat shu obunachilarimizni aktiv yoshlarning maqsadida aksiya e'lon qilganmiz. Xo'p, aksiyamizni boshlaymiz o'zi. Mana bu sensorlik bluetoothimiz sotuvda 160 ming so'm. Buni 110 ming so'mga qo'yib oldik, shoshilamiz do'stlar. Hop, P47 quloqchalarimiz sotuvda 45-50 ming so'm. Buni biz 30 ming so'mga aksiya qo'ydik, shoshilamiz, soni cheklangan. P9'larimiz sotuv narxi 65 ming, 70 ming bo'lgan. Hop, buni biz 37 ming aksiya qo'ydik, shoshilamiz. Hop, Gamik quloqchinimiz o'yin uchun moslangan. Sotuvdagi narxi 95 ming so'm, biz buni 70 ming so'mga qo'ydik. Mini kalonkachalarimiz aksiyada 30 ming so'm. Do'stlar, mini kalonkachamiz mikrofonli, zerkali karkasga foydalanasiz. Buning narxini 50 ming so'mga aksiyaga tushirib qo'ydik. Bundan haqida kerak bo'ladigan power banklarni aytib qo'yganmiz. Narxini 50 ming so'mga aksiyaga qo'yib qo'ydik. 10 ming mashq chiqarib berilgan original power bankimizni aksiyada 165 ming qo'yib qo'ydik. Do'stlar, laminatlarimizni turli tumandan aytib qo'yganmiz. Bu hammasi videolarimiz ko'p. Hop, oldi orqasiga 35 ming 40 mingdan sotayotgan laminatlarimizni biz hozir 15 ming so'mga aksiyaga qo'yib qo'ydik. Do'stlar, hamma aksiya narsani tanishtirib o'tgan vaqt ko'p ketgan. Shuning uchun kelaverasizlar, bir boshdan aksiyani tanishtirib olamiz. Aksiyalarimiz juda ko'p. Nega bizni maqtashmayapti?